Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana Andijon Shahrixondagi ishimizni ham o'z nihoyasiga yetkazdik. Mana bunaqa go'zal tunkafonlarni qilib berdik. Bu yerda dorizaxonalari, ko'cha shapkalari va ichkari shapkalarini qilib berganmiz. Mana dorizaxonalarini ko'rishingiz mumkin. Oq va mokriy rangda bo'lgan va hovuz fasonda bo'lgan. Juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. O'rtalariga 8 donadan pianinolar qo'yib berilgan. Mana burchalarni ham ko'rishingiz mumkin. Burchalari ham juda ham go'zal holatda. Azizlar, mana ichkari shapkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Ichkari shapkalari ham oq va mokriy rangda bo'lgan va 90 gradusli fasonda bo'lgan. Eslatib o'taman azizlar, joyning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunkaning bukilishi va ustma-ust qatilishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'yamiz. Ayrimlar joyning kvadratini hisoblab olyapti ekan. Unday emas azizlar. Joyning kvadratdan tunkaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki bukilishi va ustma-ust qatilishi ham bor. Buni ham inobatga olib qo'ying. Mana ko'cha shapkalarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Ko'cha shapkalarimiz ham xuddi shu oq va mokriy rangda bo'lgan va juda ham go'zal holatda qilib bitirilgan. Azizlar, hozircha xizmatlarimiz vodiy bo'ylab davom etmoqda. Agarda vodiydan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Musofirda bo'lsangiz ham bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham ishlab turmoqda. Ishimizni ko'rib, o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'yasiz. Va uyga tunkafon qildirmoqchi bo'lib yurgan tanishingizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin azizlar.